Assalamu alaykum to'rdoshlar. Yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun azroq bir o'rtoqlashaylik. Mening mushu Turkiyadagi tilamchilikka qarshi turg'unim tilamchilarningki nervisiga tegdi. Ham shu tilamchilikni uyushtiruvchilarning nervisiga tegdi. Tillag'anlarmi shu? Mening qistiribmi qo'ymayman dedim. Uyg'ur tilamchi millat emasdi. Tilamchilikka da'vat qilayotganlarning o'zi maqsadi nima? Sizlar o'ylab beqinglar tunugundan beri Turkiyadagi bir qancha doyinglari bor qizlar hada urug' tuqqanlardan bundaq bir uchur keldi. O'sha Urumchida, Aqsuda shunda cho'ng ko'lamda tashviq bo'yibdi. Turkiyadagi Uyg'urlar nayt qiyin ahvolda qapti deb oshqavatamsizlar deb turib ashundaq so'rg'anlar behchiq bo'ldi deb turib shu uchurni berdi. Turkiyadagilar o'ylab beqinglar urug' tuqqanlaringlarga sizlarni tilamchi osh qoldi deb turib osh tilayotidi deb turib tashviq etibdi. Bu sizlarga xush xabar. Andan keyin ikkinchisi mushu oila zo'ravonligiga qarshi chiqargan ovozim ikki xil inkas paydo qildi. Birisi ziyonkashlikka uchurg'uchi burundan urug' tuqqanlarning u bularning mushundaq ahvollarni ko'rganlar bu Uyg'ur uchun bir cho'qim ovoz chiqarish tegishlik bir masalati deb xush bo'lganlar bor, ovoz qo'shayotganlar bor. Yana bir turkumlari Uyg'urning ichidagi ishlar Uyg'urning ichida qasi bo'ldi deb andan keyin buni yepiq qozon yepiq betimcha shar'iy hukmi oq ko'k deb turib o'zining tayoqchi erlar bakarak ovoz qo'shyotdi dedim. Tillash, haqoratlash, ash qizlarga hujum qilish ashundaq qilyotdi. Buni men keyinroq so'zlay. Beshida bu qizlarga Qur'onga yetmagan bola bor, 5 bolaning ichida. Shu bu zo'ravonlik uchirgan Xarsaxon hojimninki 5 bolasi bor ekan. 5 bolasining Qur'onga yetganimi bor, yetgani yo'q, yetmaganimi bor. Shuningga men jiq o'g'ilvallarninki Zumratada siz so'rab baqqan bo'lsangiz, shu singillarninki iqtisodiy ahvoli chataq bo'lsa, qonun jihatdan yordam qildiganga advokatning pulini, anarki turmushiga azroq yordam qilgandek ish bo'lsa, biz qo'limiz ko'ksimizda deb yozibdi. O'zidan so'rab baqdim. So'rsam, biz turk vatandoshi, birinchi, ikkinchi universitetlarni bitirib xizmat qilayotgan qizlar qarindoshlarimizga rahmatimizni bildirib qo'ygan bo'lsangiz dedi. Mushu. Andan keyin ba'zilar mushuni bana qilib turib pul yig'ishlar boshlanib ketmisi degandi. Her qandaq yerda mush qizlarga, mush xonimlarga pul yig'imiz deganlarning hammasi aldamchilik deb turib mishadi deb qo'yman. Bu javobim. Endi keyniga yo'tkilib turib bir qanchaları debdi, faqat o'qimagan yoki jamiyatda o'rni yo'q, xizmati yo'qlarla oila zo'ravonligiga uchraydi deb o'ylamsiz deganda yo'q. Aile zo'ravonligiga uchraganlarning ichida nihoyat oliy ma'lumotli ayollarmi bor. Men taniydiganlarmi bor. Ba'zilari undaq-mundaq sababdan bolasi yo'q, zerikib urdi deganlar bordi. Men og'zimni ochib qoldim. O'zingizni so'ying, anandan keyin kishi sizni so'yadigan bo'ldi deb turib bundaq javoblarni jiq berganman. Yana bir xili tayoq kunib qolgan. O'g'alvalata anima bu o'zining opasining uyiga qaytishdan, bo'psini ko'tarib qaytishdan bir xil ayminib yoki bu bir nomus ish, ajrashib ketsam bo'lmaydi degan bu o'ylanishlar bilan oila qaytamay, anadagi qaytadigan yeri yo'q, iqtisodiy manbasi yo'q, shuning bilan ash tayoq kunib qolgan, qarshilik kuchi yo'q bundaq ayollarmi bor. Yana ba'zilari endi bo'ldilar. Yanama shundaq o'tishim mumkin deb turib, Allohmolla degan kunib qilishlar emas, qarshilik kuchini ko'rsatib baqqan bo'lsa-mu, yordam ovozi kelmagandan boshqalarningki bir destaklashi yoki boshqalarningki ozroq bo'lsin madad berishi uchirmagandan keyin yana voz kechidi ekan. Chiqlarga desa, saqchiga desa-mu, vatanda chaqda saqchiga desa,
yaxşılaştırıp qo'yib, uni qilib murasalashtirib, shuning bilan jim bo'ladi. Men bir misolni sizlarga aytib beray. Mening bir savodishim bordi. U savodishimninkimi er ayol ikkisi shunda oliy ma'lumotli universitetda o'qigan, lekin e, to'y qilgandan keyin uzoq o'tmayla mush tayoqni boshlagan. Andan keyin uqsaq, uning burun aslida yurgan qizchig'i boshqa odam bilan to'y qilyapti ekan. Shuning bilan qaydab mana aptikan tug'ma savodishimni. Keyin bu o'zining burun yurgan qizchig'i ajrashmoqchi bo'libdi. Nima sababdan bilmaymiz. Shuni bilan ashuningda umidlanib, menga ajrashaman diyamay, aning bilan yaxshi bo'lib qolsa ba, mushunda holatda tayoqni boshlagan gap. Shun keyin bu ishga aralashdik. Aralashib, shu qizni izlashga birga berish bergan bo'lsang dedi. Hamma qil deb birga bordim. Basam keyin uning bilan so'zlashib, uning yo'ldoshining kimligini men uqdim. Xo'p, shunda bir esil yo'ldashing bor odam nima ish bunday qilsa deb desam, biz aslida bir-birimizni qaydishib ayrilib ketgan deydi. Nima bo'lmasa sen to'y qilib qopsa, balang bor ekan, buning to'y qilib balasi bor. Bunday qilsanglar bo'lmaydi-ku dedik. Anandan keyin bu o'zining ochchig'ini chiqarib oldi, so'zlab oldi, qaytib keldi. Qaytib kelgandan keyin eriga mush Zulfiya menga birga berish bergandi, deganlik uchun u meni izlab bir muncha bir jidal bo'lib ketgandi. Anandan keyin u savodishim bilan aramni uzgandim. Sen mush tayoqqa loyiq ekansan degandim. Keyin onandan keyin degan o'sha og'iz burni qon, bosh teri yerilib ketgan. Anandan keyin hadisi aralashib buni qonunni foijen deymizku. Shu qonunda bir isbot chiqarib, ashtahmi bo'ldi, yana o'tdi shu bilan. Shuningga bu yuqori ma'lumotliq yoki to'van ma'lumotliq bilan munosabatsiz. Zo'ravonga birinchi qadamda yo'q deyishingiz kerak. Bu to'g'riliq jiq filmlarmi bor, ko'rib baqsangiz bo'ladi. Bana bir xonim dedi, men Turkiyada turyapman, shundaq jiq tayoq yedim, burundan tortib shundaqda. Hukumatning oldig'ima bordik, keyin men yenib oldim, boradigan yerim yo'q. Balalarimga chidamadim, yenib oldim. Shuning turkninki oldidimi shundaq bir sat bo'lgandi. Anandiki mushu qizlardan alayda suyundim. Igi chiqadigan tuqqanlari bo'lsa ayrim bo'ladi ekan deb. Bu qizlar hakikaten bir esil qizlar. Hayran qag'da qizlar ekan bu. Apamızga çoqum igi bulamiz, oxirigacha igi bulamiz deyotdi. Anandikin jamiyatdan kelgan besimlar bo'lsa, buni yanglishida hal qilish kerak. Buni to'g'ri chiqarmaslik kerak. Uyg'ur jamoati tip-tish holat emas. Vatanda chaqdala bu zo'ravonlik bo'lsin, har xil nachar ishlar bor. Ba'zilari chekib qolgan erlari, ba'zilari qo'ymichi, ba'zilari shapaqchi degandek mushundaq tüpeyledin, sırtqı qarab qağanlar tüpeyledin, jiq ko'z yoshiga to'lgan oilalar bor. Buni yuşağan sırınız mı? Barbir bor. Qaysi davlatda bu? Hamma davlatda bor. Taraqqiy qilgan davlatlarning hammasida bor. Oxirgi qolganlarida bor, hammasida bor. Lekin zuvan chiqarmasangiz bu zo'ravonlik davomlashadi. Eng qisqasi bir mushu insonning degan gapini men bir tilga olay. Mening bundaq qilishim ayolim kasal tursa, undaq bo'lsa ajrashib ketsang bo'ldi-ku desam, bolalarimdan ayrilib qilishdan xohlamayman. Bolalaringdan ayrilib qilishni xohlamasang, bolalaringga o'zim yaxshi muomala qilishing kerak desam, bolalar tapdan chiqdi dedi. Sening bolalaring tapdan chiqdigan bolalarmi? Desam, onasi bek qattiq boshqurib, shuni bolalari deydi. Bolalarim demaydi ekan. Balları hemmisi okugan deydi, to'g'ri, balalarning o'qiganki, ahli shu joyida ekan. Endi burun chidigan odam nimishga hozir chidamabdi deydi. Hamma sabr deb turib, o'limalar birligi akir qilib sabr qiling deb akir qo'ysa, yana birisi, "Voy, ishim bo'lmaydi, balalaringizni o'ylang" deb akir qo'ysa, yana birisi bir nima desa, Uyg'ur jamoati sizlarning uyinglarni, turmushinglarni tang kontrol qilib, tang sizlar bilan bir o'tayotgan bir top insonlarga dedim men. O'ylab yiqinglar. Uyg'ur jamoati
vatan davasını mı kontrol qilsa? Shundaq-ku? Vatanimiz Xitoyning qo'lida, dava Xitoy g'alchilarining, Uyg'ur tilli g'alchilar, xoinlarning qo'lida, anandan keyin Uyg'ur jamoati-chu Xitoy mollalarining qo'lida. Ma ish bo'lmaydi. Palonchining qizi ajrashib ketgan bo'lsa, cho'qim ägi verish kerak. Xotin kishi erda yaxshi, bo'lmasa yerda yaxshi. Shuning uchun kimni erdan erga. Bir 16 yoshli qiz bolaniki mana shu 3-chi erga almashgan vaqtidagi shunda bir ko'ngilsizlikni bulturmay aralashgandim. Ahlim hayron qolgandi. Ona bo'lgan odamning gapiga qarab. Ona bo'lgan odam hergiz ma qiziga yon besib turib gap qilmadi. Qaychi qudula, a qizini äg verib turib o'g'lini o'ylash. Yolg'on desang, men hozir zuvaningga birini tiqib qo'yman. Shuni qilgan odamni ash zaytun burnida bor. Anandan keyin shu 16 yoshli qizini shu 5 yilda bozorga solgan shu ona. Ahlim hayron qolgan, sizlarnimi ona degili bo'lamdi deb. Tehi to'y qilib baqqan bir cho'ngli birisiga ägi verma degan bir ayol bor. Qizingizning maqsadi nima bo'lsa, qizim qalisi, u xiyolim yo'q, apa, men o'qig'im bor degandi deb. Yuzingiz qizarmidimi degandim men. Mushu turmushlarga nisbatan mushu qizlarniki keyin ägi deganmay qoladi. Munda xulamay qoladi deb turib talay so'zlaganlarga qarab, ularga la'nat olsun, Allohning la'nati olsun dedim. Bu qizlar o'zining turmushiga o'zi ega chiqa oladigan, o'qishlarini püttägan, shundoq chiroyli o'ltagan qizlarga. Sen nima ko'yda? Sana dadisi deganmeti bularni äg verishimiz kerak deb. Öydeki qarşılık kuchi bor, ikki qizvalni tezdan äg versa, yana dumbalaydiganga dedim. Ali Akbar sen bidiklik qilsan. Aşı Xitay konsulunun aldığı verip eğinap yatkan aş namayışçılarının içinde yögenge ayarlarını, perencileri ve ayarlarını silah kandak tunuysizler. Yüzü itik duruklık şunda palancılı pokunçuk ägi verip pokunçuk ikinci, üçüncü çıkıp bereleysizler. Aşağıda mı eğiliki obul tevekkül degenin ki aşınısı mı bakken tukku? Talayla bilediken o. Aşının bedelini mi ayalı öteş gerek mi? Aşını ağız kep kuturap bulamay ketken bir erni sen hay halal aram degeni ağrıgan bolsan sen bugünkü günlükte dozak kirip gitsen Allah'ın dileymesini. İşplas Xitay mollası. Aşını hay demey yani kelip vay muş kızlarını oyla ailesini oylarlar sile gam qılmanglar haqның ailesinin. O kızlar özünün turmuşunu özü o'rinlashtira oladigan qizlar. Turkiyada yashab turib Turkiyaning qonuniga hurmat qilolmasang, ketmamsa Xitoyga dadangning yeni ayliqi yevudiki Abdi Bashirangni hammadan biladi-ku. Sen bu uyning turmushiga endi aralashsa emas, oldida aralashding, o'ttirda aralashding, tahdidlaring va Qur'onga yetmagan qizlarga qilgan tahdidlaring qonunda isbot bo'ladi. Sen işplas körüp dur emdicimi. Sen özün yamaşdın ma ailege. Ey Uygur qeyrindaşlarım, ayallar özünlerini söysenler başka adam söyüdü. İşçan xotun, işe xotun deydi. Lekin işçanlığınız mı prinsipiniz buluş gerek, red kılışını bilişiniz gerek, ölçem buluş gerek böyle. Sizni hürmetlise baraverlik asasda bu öy buludu. Baraverlik bo'lmasa, siz o'ylab yiqing. Biz Xitoyning zo'ravonligiga alahmolla deymiz. O'zimizning erlari bo'zaqisimi, bo'pti peshonam putilibdi deymiz. Shuning bilan bu oila zo'ravonligida cho'ng bo'lgan bolalarning turmushida ergashma kasalliklar bor. Ba'zan bolalar o'rniga siyib qo'ydigan tayoqlarni anglavergandan o'rniga siyib qo'ydigan qo'rqanchoq, gap qilishni xohlamaydigan, jimg'ur, talay. Ba'zan bolalar hayotida kiyimmi dadisini do'rab chiqadi ekan o'g'illar. Ba'zilari nihoyatda alohida mehribon bo'ldi ekan. Psixik doktorga cho'qim ko'rinish kerak. Oila zo'ravonlik uchirganlar hozir xonimmi shundoq davolanib etibdi. Bu butun badani yarig'i to'lgan ekan deb advokatlarmi shundoq dedi.
Bu naaytimi uzun yıllık bo'lgandikin eldan elga cho'chib uyg'onadi. Naayt ko'ngilsiz, yig'laydi. Ha, shuning uchun oromini berish kerak. Sizlarda bundaq psixik maslahatchisi yoki turkchisi yaxshi-ku u xonimninki. Hech qanday odamning kerak yo'q. Lekin sizlarga bundaq bir o'gitadiganlar yo'qmi? Qonundan yordam so'rash degandek, nimishqa bo'lib ketgan bu ish? Anki bizga telefon urganlar bor deydi. O ayol falan yerdimi, pokun yerdimi deb. Nima ishing bor desa, telefonni qo'yib ekan. Hey, oyun ko'rsizlar. Sizlarmi bir onadan tug'ilgan bo'lsanglar, sizlarningmi bir qiz bola tuqqanlaringlar bo'lsa, bularga hissdoshlik qilib, madad berib, o'ziga qo'yishinglar kerak. Bu turmush sizlarning turmushinglar emas. Bu ularning turmushi. Lekin butun Uyg'ur jamoatining ichida bor ahvol bu. 1, 2, 3 emas. Pacığımның küçü vardı. Pacığımның küçü var oğalık için xotun alımen. Xotun alımen desem acışıp al. Ya ki ayağlarını qayıl kıgan bolsan bulatı dedim. Neçisinin şunda, neçisi şunda dedi. Oy bizden pacığımızın küçü var. Pacığımın küçü olsa ağzımdan şunda bir gep çıketkisi var. Miyada perdişepini yaş ballamı körüdüm bir şeyde. Gep kımay dedim. Muş ayağların nemi uvalçılık ey. Muşu gaplarni nomus qilmay, manga deyaladan nomus qilmay, balog'at yetgan aşı narsida ba'zilari ashundaq ballarining oldida shundaq rasvo so'zlarni tillarga ala olgan men tahi qizlarga dedim. Dadanglarning degan gapidan men sizlarga ovozga olganim faqat qonunda ishlataylik. Lekin sizlarga evassam bo'lmaydi. Ko'ngillar yerim bo'ldi desam, voyada Vay bundaq nərsəni aldığımızı tızlanıb durub yalırıb ketken vaxtlarımız var. Onda qımang. Ma bizgiz yaman buludu. Hemmimiz 5 vaxt namazlıq. Bundaq qızlar. Muş bizden aldığımızda anımızı bundaq qıma. Bizden aldığımızda muşundaq satıllarını işletmen dep durub yal urup ketken vaxtlarımız talay keçileri uxulmagan vaxtlarımız talay. Şunun için bu dadamdan bunda deydiğini vay o adet iş iğnelerim mi kulaklarım muşundaq derecede de. Muşundaq bir eski insanı taladikiler vatan davası kıldı dep durup hürmetlişti. Öydekiler fakat ahvalını biliyordu. Sizler Nuzugum şirketininkiler sizler eliqi nima Uyghur doppisi yana bir madab turib texnika chiqarib turib videolar olib ketganlaringlarni taqibsizlar bu vatan davosiga. Vatan davası doppangni tunishtirganimiz vatan davası degan tuproq davası, zamin davası, qarindoshlar butun shu vatanda yashayotgan Uyg'urlarningki davası. Hergiz seninki Xitoy konsulun oldida mijixlab, vaqirab, eg'inab yetib, uningga buningga xotun tunishtirish davası emas. Anandan keyin Eğer doppunu gösterip durup, oy Uygur'un medeniyeti dep durup, elçi programısı dep, dellali kıldıgan o dava emez. Uygur'unu tilemçi kılıp yetiştiriş davası emez. Bütün dünyaya Uygur'un tilemçi kıldın. Hazır mı? Ornadan kopup, ügün eyle dep durup tırışkan şu hanım kızlarga rahmetimni bildirmen, hem özlerim şunçilik hoşal. Bir adam xizmatga qatnashsa hammaningki jining chiqib ketadi ekan. Voy ash xotinning gapini anglab hamda ishlamsizlar, rohat o'ttamamsizlar, teppagandan keyin deb. To'g'ri, sizlar tep bersizlar, sizlar cherkovni ishini chekibmi topsizlar. Yahudilarnikidan tepsizlar, uninkidan buningkidan ash maynachi Xitoyninkidan teppaganda ashuni bismillah deb yesizlar. Halol bo'ldi. Yo'q. Zakat mı haramdan tepilgan pullar olsa o zakat hesaplanmaydı deyilgen. Ben Kur'an'ı sana okup verey. Hem ben sana dini ders berişim gerekmedi. Şununla danlık ölümalarını çıkarıp koyuvatım ben. Pendi nasihat olsun, ölümalarının söz olsun, biraz diyen çıkır koyma. Zakat degen ne? Sen haram puldan ekip zakat versen mi? O halal degen gep yok dep. Uyghur başqacha tushunadigan Qur'onni. Qur'onningki asli ma'nosi tushungan bo'lsang, sen odam bo'lding. Odamdek yashayding. Shuningga biz hozir dinimiz salbiy obraz yaratib qilishga
sebep bolatqanlarning keynida yuriyotimiz. Men emas, yuriyapsizlar. G'ayri narsalar. Voy, Akbar domollam yaxshi so'zlabdi. Voy, o qasmoqni beshingga o'ttag'iz va maymurangga chiqirib o'ltirib ol. Junluq eshakni. Deb qo'y. Ha, ashundaq o'ltag'iz va. Lekin u kimga? Hammasiga vakolatchilik qilib turib, tayoqni yesang bo'ladi. Hech qisi yo'q. O'ngishilib qola. Nikoringlarni yengillasanglar bo'ladi. Voy, ishplas. Uyg'ur xonim qizlari, o'zingizni suying, o'zingizni kuting, o'zingizningki g'ururi bilan yashang. O'ylab beqing, sizni qarang'u uylarda solab qo'ygan ba'zan xonimlarni dedim. Kimning telefonini hozir sizninkini ko'rdiqlar, tezdan o'chirvatdiq. Nima qilsam, bundaq bo'lib qoldi, andaq bo'lib qoldi deb, nima degan bechorasiz dedim. Ba'zilari menga mas'ul qolganlari bor ekan, yana ig'ir oyoq ekan. Odamdek yaşayışınlar kerak o dedim. Talağı çıkmasın vurdu sen o ana. Yögeklik dursun vurdu sen o. Ben sual koyup bakay. Ha. Uçukçılıkta olsun mu tıllısan, yıpık olsun mu tıllaydı sana berber. Ayallar sizler özənlər çoxum qalaqlıqni qobul qılmaslıqlar gerek. Medeniyetni qobul qılınlar. Oylab bir özünüzge tayının hem özünüzün hak hukuku var. Xuda her bir bendisini hak hukuku bilen yaratkan. Siz özünüzün hak hukukunu özünüz qoğdusunuz, anadaki sizge təvə buludu o. Haqqa şunçilik nim qıldı ekansiz, voye bek məsligim kildi deb. Sizning şu hukukunuz bar emasmi? Mening ajrashib ketishim tayoqning sababidan emas. Men varangchurungliq oila tug'ilmagan, lekin varangchurungliq oilaga kelin bo'lgandim. Jiq ishlarga aralashdim. Meningmi bolalarim bor. O'g'illarga o'g'illarcha gap qilaman. Cho'qim mehribon bo'linglar, mehribon dada bo'linglar, mehribon er bo'linglar, mehribon bola bo'linglar deb. Qizlarimga shundoq deyman. Lekin dadam rahmatlik deydigan. Hergiz yamanlap kelmanglar bolam. Yamanlap kelsanglar men ishigim itek deydi. Anandikin bir qatim so'rgandim men. Nima uchun ashtaq deysiz desam, "Guna qizimdan o'tgan bo'lsa, bo'ynini uzib yutaman" deb deydi shu. Guna erdan o'tgan bo'lsa, mol yarmisimi egasiga qaytariladi degan gapni bu men ajrashib ketgan odamga shundoq deydi kuyovlarga. Nima uchun bopangizni ko'tarib kelsangiz bo'lmaydi deysiz, ishik etik deysiz desam, to'y qilgan bo'lgandan keyin ota-ona bilan chiqisholmaydigan bunday ahvol bo'ladi deb deydi. Men mishada ajrashib ketganda dadam faqat qabul qilolmay ketgandi. Lekin men yaxshi yashayapsam dada deb turib ro'y qo'rinmisin shunda deb ketgandim. Sen bolalarimning cho'ngi ajab bir bo'ldi bolam deb. Voy u ko'nmagan tursa katta ish qisi yo'q deb turib shundaq dedim. Anandan keyin men bolalarimga ajrashib ketsanglar bo'ladi. To'yning ichida buzuqchilikqa qat'iy rozi bo'lmayman. Har qanday vaqtida yaxshi o'tamisanglar, ajrashib ketib, ondan keyin boshqa to'y qilsanglar bo'ladi. Mening har vaqt men sizlarning opanglar, har vaqt ishigim ochiq deb turib tarbiya qilaman. Chunki bolalarga sen mundaq yomonlab kelma, sen mundaq qilma, sen andaq qilma deb turib ramga bekitmasligimiz kerak. Chunki qarshi tarafni biz bilmaymiz. Her bir öylerde çoğalgan kızlar, oğullarning xarakterini biz bilmaymiz. Bo'libmi chet elga kelgan chaqda bizning jiq aralashib fursatimiz bo'lmagandan keyin bolalarning to'y to'kin u bo'larni biz rost bilib bo'lmaymiz. Tigini biladiganlar bilan to'ylasholmaymiz. Vatandan chiqolmaymiz. Shuning uchun bolalarga har vaqt qizimga, o'g'limga, bolalar kichiklarga hammasiga deydiganim har vaqt o'zinglarni qo'g'danglar, boshqa odamlarniki huquq manfaatiga daxl taruz qilmanglar. Yaxshi bo'lmaydigan ish bo'lsa ayrilib ketsanglar bo'ladi, ammo qaqshitib emas. Lekin har vaqt bir chiroq yo'nuqliq
men sizlarning opanglar har vaqt ishigim ochiq degan gapni deb turaman. Chunki siz rag'batlantirishingiz kerak bolalarni. Sen uyga qaytib keladigan yerim yo'q deb o'ltiribmi, o'tib ketadiganlar shundaychiqki. Ba'zan zo'ravonlikni qabul qilishmi o'zingizning meshari emas, ota-ona bo'lgan odamning tarbiyasini bek muhim o'rinda turadi. O'ylab beqinglar, hammanglar ota-ona, urug' tuqqanlaringlar bor, ota-onanglar bor, ba'zilaringlarniki o'zinglar ota-ona bo'ldinglar, lekin bola tarbiyasida bek muhim bo'ldig'ini bolalarni rag'batlantirish, e, bek muhim o'rinda turadi. Tarbiyani cho'qim yaxshi qilish kerak. Bolalarni mayuslantiradigan, azoblaydigan bir narsalarni tarix o'zining hayotiga yezib qo'ymanglar ota-onalar. Bu qizlar apasiga ega chiqdi. Er bo'lgan odamgami samimiy tavsiya bo'ldi qil. Bo'ldi qil. Seni vatan davosi deb turib, noytim ko'tarib chiqib ketibdi. Ba'zan ayollar chiqaqildab so'zlab degan to'plarda sen oshnisimu ya oshininki deydisam oshnisi ayrimka. Anandikin şöyle nuzgumның yana bir nima yap, voy Allohdan qo'rqinglar deb ketdi. Hey, sen Allohdan qo'rqqan bo'lsang, Uyg'urni dilam chiqmayding. Allohdan qo'rqqan bo'lsang, bostirib bilib, nanalardan kelgan narsalarni setib tashlamayding. Og'zimni faqat ochmayman. Ramazan bo'lganligi uchun emas, ma bolalarningki yuragi qon eqiyotgan chaqda men mush temalarni hammasi abjash qilib qo'ymay deb da'vatman. Her bir adam hayatını öz keçirdi. En hayran kalan yerim ma ayal kişi ziyankeşlik uçursa ma ayal kişiye yan bassıdığanlar oğallar yaşlar şundak avaz koşuvatıdı. Kızlar ba lekin çoğun ayallar Türkiye'de toplada muşlarınla meselesini tehlil kılıp muşlar hakaret kıldığı nesler sözlevatıdı. Avazına hemmisi uya biya arkalık man kep kalıdı. Ben topta yok olan bile lekin Muş Uygurga köngül biliyotgan talay singillar, talay inilar, xonim qizlar, aka-adilar bor. Hammalarga rahmat. Endi o'ylab ko'ringlar, ota-ona bo'lganlarmi, urug' tuqqanlarmi, bir-biringlarning nolasiga quloq solinglar, ko'z yumbormaylar, qo'lqinglarni etib olmanglar. Bu ish mavjud ishlar. Uyg'ur jamoatchiligida mavjud ishlar, ig'ir masalalar bor. Bek kichik agvaganlarning ichida nihoyat ig'ir masalalar burundan kirişivatman mush matkisi chiqib qolgan, o kasallik, o AIDS kasalini yuqtirgan, salomatlik tekshirib turib, to'y qilinglar deb turib, shundoq deb kelyapman, shundoq deb kelyapman. Suriyadan akagan xotinlarni uningga, buningga nikohlantirib o'ltirib, talay mushundoq kasallar jiqlab ketgan, talay ishlar bor. Uyg'ur jamoati baxtlik emas. Faqat bostiribli turayotgan qaraqo'l bor. Sizlarning vayrona bo'lib tugishib ketishinglarni xohlaydigan Xitoy kuchi shularning keynida. Agarda millatning safosini o'stiramiz desangiz, onalar o'zingizni tarbiyalang. Agar universitet o'qiyolmasangiz, ba'zan bir kitoblarni o'qiy olasiz. To'rbatlardan tilingizni kuchaytirsangiz, turkcha, uyg'urchaga yaqin, o'zbekcha bor. To'rlardan ko'rib o'zingizni kuchaytiring, jinim qizlar. Canım sınırlarım, edilerim, işlanlar, kopunglar, o yögengelinler işlemi git, daldığım işlemi git takaşmaydı. Halal mihnetle yaşasanlar, bazen orullarını köstüp koyup işlanlardı. Oğullar kirketti, erlerimi kırvatıdı, ögündüğün yerlerge, anne mani kıptırıp, tırışaylı, biz hiç kimden resmini çıkarıp koymadık bir yerge, vay mani kıldık, anı kıldık deyip, biz artist olmagan dikken. Özünlerini qoğdanlar, hukuk menfaatini qoğdanlar. Allah hemmimizni bap-baravar yaratgan. Şunun qavridimi o'xshash ayollarni ayolchi debni qiladi, erlarni eranchi kipallaydi o. O'ylanglar, qavrimiz o'xshash, qanchalik uchib ketgan, osmon uchib ketgan bo'lsa-mu, qanchalik pul topgan bo'lsa-mu, kirdigan yerimiz avu. Oshiyada boshlandi qolgan savol so'roqlar. Oshiya eng oxirgi nuqta emas, boshlanish nuqtasi deydi-ku. Eğer aklınız bolsa, Allah hemmimizni beraber yaratgan. Özünüzün hukuk menfaatini özünüz qo'g'dan. Siz özünüzü söyseniz, başkalarını sizni suyudu. Rahmet sizlarga.